Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzuyimiz miqdorning foizi mavzusi. Hop, birinchi topshiriqqa e'tiborimizni qaratamiz. Quyidagi miqdorlarning berilgan foizini toping deyilgan masala shartida. Hop, demak, birinchi A shart 500 ning 80%. 80% nima degani? 80% degani bu 80 taqsim 100 degani. Demak, 500 ni ko'paytirishim kerak 80 taqsim 100 ga. Hop, mana bu holatda qisqartirib olaman 100 ga. Demak, bizda 80 ko'paytiruv 5 yoki 400 degan javob kelib chiqadi. Demak, A shartini bajardik. 6000 ning 25% nimaga teng? Hop, eslatma, 25% degani bu 1 taqsim 4 degani. Ya'ni 6000 ni 1 taqsim 4 qismini topishim kerak. Yoki 6000 ni 4 ga bo'lishim kerak. Javob demak 1500. Hop, navbatdagi shartga o'taman. 1000 kilometrni 37%. Demak, 1000 ni ko'paytirishim kerak. 37% degani 37 taqsim 100 degani. Mana bu holatda qisqartirib yuboradigan bo'lsam, 10 ko'paytiruv 37 degan javob paydo bo'ladi va bu javobdan 370 chiqadi. Hop, demak bu joyda 370 kilometr deb yozib qo'yaman. Hop, 1200 litrni 18% ni topishim kerak. Demak, 1200 ni ko'paytiraman 18 taqsim 100 ga. Hop, mana bu holatda qisqartirib yuboradigan bo'lsam, 12 ko'paytiruv 18. Hop, demak bu 180 qo'shuv 36, 216 litr. Navbatdagi shartga o'taman. 200 kilogramni 32% ni topishimizni so'ralyapti. Demak, 200 ni 32% bu 32 taqsim 100 degani. Hop, nollar mana bunday holatda qisqartirib olsam, 2 ko'paytiruv 32. Demak, 64 kilogram. 1800 gramni 45% ni so'ralyapti. 1800 ni 45 taqsim 100 ga ko'paytiramiz. Demak, nollar mana bu holatda qisqartirsam, 18 ko'paytiruv 45. Aynan mana shuni og'zaki qanday hisoblaymiz? 20 ko'paytiruv 45 dan 2 ta 45 ni ayirib tashlashimiz kifoya. 20 ta 45imiz 900 bo'ladi. 900 dan 90 ni ayirsak 810 gram. Hop, 300 ballni 4% ni topishimiz kerak demak. 300 ni ko'paytiramiz 4 taqsim 100 ga. Mana bu holatda qisqartirib olsak, 3 ko'paytiruv 4 barobar 12 ball. 400 nuqtadan 90% ni topishimiz kerak. Demak, 400 ni 90 taqsim 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Qisqartirib yuboradigan bo'lsam, 4 ko'paygan 90. Demak, bu 360 ta nuqta. Demak, birinchi mashqni bajardik. Endi ikkinchi mashqqa o'tishimiz mumkin. Hop, quyidagi qiymatlarni toping. 100 ning necha foizi 78 ga teng? Deyapti masala shartida. Demak, bunday tipdagi misollarni ishlashda, hop, mana bu berilgan qiymatni asosiy qiymatga bo'lib 100 ga ko'paytirish kifoya. Demak, 78 taqsim 100 ko'paytiruv 100. Hop, mana bu holatda ishlaymiz. Yuzlar qisqarib ketsa, demak bizga 78% degan javob kelib chiqadi. Hop, endi 200 ning necha foizi 40 ga teng deb berilgan. Demak, 40 ni 200 ga bo'lamiz va 100 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 100% ni ifodalash uchun kerak bizga. Hop, qisqartirib tashlasak, 40 taqsim 2 yoki 20%. 320 ning necha foizi, ya'ni 320 so'mning necha foizi 80 so'mga teng. Demak, 80 ni 320 ga bo'lamiz va 100 ga ko'paytiramiz. Hop, mana bu holatda ketadigan bo'lsa, demak 800 taqsim 32 paydo bo'ladi. Hop, mana shu holatda hisoblashni osonlashtirish uchun 8 ga 16 ga qisqartirib qo'ya qolaman. Demak, 50 taqsim 2 25%. Demak, 2000 ml necha foizi 600 ml ga teng? Hop, bu ham juda oson. Ya'ni 600 ml ni bo'lishimiz kerak 2000 ml ga. Millilitrlar qisqaradi. Mana bu holatda 2 ta 0 qisqaradi. Bizda hop ko'paytirishimiz kerak 100 ga. Foizni ifodalashimiz uchun. Demak, bizda qolyapti 6 taqsim 20 ko'paytiruv 100. Hop,
qisqartirib yuborsam 6 ko'paytiruv 5. 30%. Hop, 4000 kilogramm necha foizi 2500 kilogramga teng. Demak, bunda 2500 ni bo'lishimiz kerak 4000 ga va uni ko'paytirishimiz kerak 100 ga. Hop, mana bu holatda 2 ta 0 qisqarib ketadi. Yozaman. 25 taqsim 40 ko'paygan 100. 5 ga qisqartirib yuborishimiz mumkin. 5 taqsim 8 ko'paygan 100 yoki 500 taqsim 8. Demak, barobar 62,5%. Demak, bu mashqni ham yakunladik. Navbatdasiga o'tishimiz mumkin. Hop, navbatdagi mashqni o'qiyman. Xususiy maktabda 800 nafar o'quvchi o'qiydi. Ularning 15% maktabga piyoda qatnaydi. Necha nafar o'quvchi piyoda qatnashini topishimiz kerak. Demak, bu degani 800 ni 15% ni topishim kerak degani. Buning uchun nima qilamiz? 800 ko'paytiruv 15 taqsim 100. Hop, qisqartirib yuborsak 8 ko'paytiruv 15. Demak, bu 120 nafar. Keyingi shartga o'tishimiz mumkin. Aziz aka do'konda 150 ta tort bor. Ularning 38% mevali tortlar. Nechta mevali tort borligini topishimiz kerak. Hop, demak 38% degani bizda, ya'ni keling bir tushuntirib berib o'taman. 38 taqsim 100 degan. Hop, demak 150 ni ko'paytirishimiz kerak 38 taqsim 100 ga. Hop, mana shu holatda 50 ga qisqartirib yuborsak nima hosil bo'ladi? Demak, bu joyda 3 hosil bo'ladi. 38 taqsim 2 hosil bo'ldi. Demak, 3 ko'paytiruv 19. Demak, bu 57. Demak, 57 ta tort mevali tort hisoblanar ekan. Hop, nerga masalaga o'tamiz? 3-chi masalaga 500 kishi yugurish marafonida ishtirok etmoqda. Ishtirokchilarning 46% ayollar. Necha nafar ayol ishtirok etmoqda? Hop, 46% degani nima degani? Bu 46 taqsim 100 degani. Demak, masala shartiga 500 ni 46 taqsim 100 ga ko'paytirishim kerak. Mana bu holatda nollarni qisqartirib yuborsak 5 ko'paytiruv 46 hosil bo'ladi. Va bu 230 nafar ayol. Demak, masalani osongina hal qildik. Endi navbatdagi qismiga o'tishimiz mumkin. Hop, 4-chi masala. 200 ta oila o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra ularning 52% dan ko'p farzand bor. Nechta oilada farzandlar soni 2 dan ko'p? Demak, 200 ni 52% ni topishim kerak. Demak, bu degani 200 ko'paytirib 52% imiz bizda 52 taqsim 100 degani. Mana bu holatda qisqartirib yuboradigan bo'lsam 2 ko'paytiruv 52 yoki 104 nafar yoki 104 ta deyishimiz mumkin. Hop, tayoqning uzunligi 180 cm bo'lib, dono uning 36 cm ni qizil rangga bo'yadi. Necha foizi qizil rangga bo'yalgan? Hop, demak, bu nima degani? 36 ni 180 ga bo'ling va 100 ga ko'paytiring degani. Hop, qisqartirishim mumkin. 36 ga va 1 taqsim 5 ko'paytiruv 100 yoki 100 taqsim 5. Demak, bu 20% ni qizil rangga bo'yalgan. Hop, demak, bu betdagi masalalarimiz bitta qoldi. Hop, matematika fanidan olingan testda 50 ta savol bo'lib, Sardor ularning 44 tasiga javob berdi. Necha foiz savolga to'g'ri javob bergan deydi. Hop, demak, 44 ni 50 ga bo'lamiz va natijani 100 ga ko'paytiramiz. Hop, demak, 4400 taqsim 50. Mana bu holatda qisqartirib yuborsam 440 taqsim 5 hosil bo'ldi. 44 ni ichida 8 ta bor va 8 ta bor. 88% ga to'g'ri javob bergan. Hop, navbatdagi betga o'tishimiz mumkin. Navbatdagi betimiz yangi mavzu ekan, matnli masalalar. Navbatdagi video darsimizda ushbu mavzuni ko'rib chiqamiz.